Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Puza Geometri kitobining 17-dars 5-test boshlaymiz. Darsni boshlashdan oldin shuni aytmoqchimanki, bizni qayerdan kuzatayotgan bo'lsangiz, YouTube yoki Telegram kanalidan kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Hop, birinchi misoldan boshladik. ABCD to'g'ri turibcha ekan, A da x suryapti. Hop, tenglik A deyman. Shunda balandlik tushirsam, hop, bu 3 ga teng. Endi hop 3 bo'lsa, demak 6 yuqori asos 11 ga teng. Hop, agar A ni topadigan bo'lsam, bundan kelib chiqadiki 11 ga teng. Hop, 3 bo'lsa balandlik yo'q. 6, demak A kelib chiqadiki 11 bo'lsa 6 ni aytsa 5. Demak bundan 5 to'g'ri ekan. Endi x topadigan bo'lsak, hop, x teng 4. Ya'ni bu balandlikka. Hop, 5 qayerdan kelib chiqsin? Bu yer 6, bu yoq esa 6 plus A teng 11 ga. A teng 5 ekan. Shundan kelib chiqdi. Endi C emas. Bizga A ni so'ramagan, x so'ragan, demak B javob ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Hop. 4 bo'lsa DY 3 ga teng. Hop. 8 bo'lsa 5. Endi to'g'ri burchakli uchburchakda agar tushgan tomon ajratilgan kesmani biriga teng bo'lsa, ikkinchisi ham teng bo'ladi, chunki bu median o'zi ham teng. Shuni hisobiga. Demak, endi biz alfani topa olamiz. Sinus alfa teng 4/5. Endi o'tdi shu almashuvchi bo'lib y burchakka. Endi uchburchak S A Y F C ni yuzini topamiz. 5 kare 5 sinus alfa 4/5 taqsim 2. 10 ga teng ekan. Keyingi misol, hop. DS YB 5, DS 9, demak to'g'ri ekan. Hop, to'g'ri burchakli. Hop. Shu yerda to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun hop. Demak, to'rtburchak A, Y, C, D to'g'ri burchakli trapeziya bo'lgani uchun balandlik, ya'ni H topish uchun H teng ildiz ostida A ko'paygan B edi. Buni isbotlaydigan bo'lsak, to'g'riga davom ettirib turib, to'g'ri bo'lib turib, asosiga tushirsak, hop, bu tomon emas. Isbotlaydigan bo'lsak, hop, shu yerni to'g'riga davom ettiraman-da, tushirganimda, hop, YC ga parallel bo'ladi, bu perpendikulyar bo'lib qoladi. Shunda H 4 kare 9. Demak, 4 kare 9 bo'lsa, ildiz ostida 6 ga teng ekan. H topdik 6 bo'lsa, endi uchburchak Y, B, C ni yuzini so'raydi. 6 kare 5 taqsim 2. 15. B javob. Keyingi misol, hop. 6 endi alfa desam, bu 90 minus alfa. Hop, bunisi alfa. Alfaga nisbatan o'xshashlik qilaman. Hop, sinus alfa teng tangens alfa deylik. To'g'ri 8 ga nisbati A ni 6 ga nisbati. 2 bo'lsa A teng 3 ekan. 3. Hop, 3 bo'lsa 11. Endi bizga hop bo'yalgan sohaning yuzini so'rayapti. 8 4 bo'lsa bu 4 ildizda 5, bunisi esa 3 ildizda 5. Endi S topsak bo'ldi. S teng 3 ildizda 5 ko'paytirilgan 4 ildizda 5 taqsim 2. Hop, 2 10 30. D javob. Keyingi misol. Hop,
teng 2'ga bo'lgani uchun agar f'dan yuqoriga teng 2'ga bo'luvchi chiziq tushirsam, chunki bu mediani, hop va parallel bo'ladi-da 3 ga teng bo'ladi. Endi shu yerdan pastga ham balandlik tushirsam, hop 6 3 bo'lgani uchun bu teskari bo'ladi-da 6 bo'ladi. Endi bisektriса bo'lgani uchun 45 va balandlik tushgani uchun bu ham 45. 6 bo'lar ekan. X kvadrat teng 6 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati. Seju. Keyingi misol, hop. F nuqtadan AK'ga o'rta chiziq tushirib olaman. Hop parallel bo'ladi. Endi biz shu yerda D'ga teng 2 YS'ga. Demak 2A yu A nisbatda ekan. Hop yuqorisi 3A bo'ladi-da. Endi hop teng 2'ga bo'lgani uchun FL o'rta chiziq bo'ladi-da. L teng 3A plus A taqsim 2'ga. Ya'ni mana bu o'rta chiziqni topyapman. 2A ekan. 2A. Hop 2A bo'lsa, demak o'xshashlik qilsam 2A ni X ga nisbati teng. Hop bu yer Y deb tursam, Y 2A ni Y ga nisbat. Bundan X teng Y deb chiqar ekan. Bu ham X ekan. Endi yozaman. Hop bu o'rta chiziq bo'lgani uchun teng 2 ga bo'lgani uchun, demak 12 minus X bu mashina. Ya A dan L gacha bo'lgan chiziq. Demak L dan Y gacha bo'lgan chiziq X plus X. 3X teng 12, X teng 4. Yejo. 90. Hop 60. Endi 60 bo'lsa, bu 90 bo'ladi-da, 120 30 dan bo'lar ekan. Hop, endi asosi ham 30. Bizga demak FC kerak ekan. FC masofa AB 6 bo'lsa, 6 ildizda 3 ekan. Hop, 30 gradus bo'lgani uchun 3 bo'ldi. Tangi bizga mana shu kerak ekan. Hop, X 30, X 3 ga nisbatan tangiz 30 beradi. Hop, tangiz 30'a 1 taqsim ildizda 3 bo'lsa, X teng ildizda 3. Dejo. Keyingi misol, hop. Shu yerda demak to'g'ri burchakli uchburchak. Hop. To'g'ri chiziq tushirib olaman. To'g'ri 1. Endi to'g'ri chizig'imizni topamiz. H teng to'g'ri burchakli uchburchakda ildiz ostida 4 karra 1. Ya'ni proyeksiyalar ko'paytma 2 ga teng ekan. 2 bo'lsa, bu 2 ildizda 5. 2 kvadratga 1 qo'shsam, ildizda 5 ekan. Endi hop. Bizga yuzani so'rayapti. Yuzani topishimiz uchun, demak teng bo'lgani uchun 2 ildizda 5, bu ham 2 ildizda 5. Hop. Demak bu 90, bu ham 90. Bu yog'i 4. Hop, H'ni A ga ko'paytirsam ham chiqadi. Demak S teng AH taqsim 2. Ya'ni A bor 5 ga 3 8 ko'paytirilgan H 2 taqsim 2 ko'paytirilgan, endi bundan 4 da. Qisqarsa 32. Seju. Keyingi misolga o'tamiz. Hop. 15 25 bo'lsa, hop teng 2 ga bo'lgani uchun 12,5. 12,5. Hop. Endi bizda yana nima bor? 12,5 bo'lsa, X so'ralyapti. Hop. Burchakga alfa deyman, buni ham alfa. Endi 90 gradus. Hop. Bu teng 2 ga bo'lgani uchun bu ham 12,5 bo'ladi. Hop. Endi bizga nisbatini olamiz. Hop, shu yerda X ga 12,5 nisbatda.
Hop, birinchi bu navbatda bu burchakdan kosinus alfani topalım. Hop, 15 kvadrat teng 25 taqsim 2 ni kvadrat plus 25 taqsim 2 ni kvadratdan minus 2 ko'paytirilgan 25 taqsim 2 ni kvadratdan ko'paygan kosinus alfa. Hop, kosinus alfani shu yerdan topadigan bo'lsam, kosinus alfa teng 7 taqsim 25 chiqadi. Endi yuqoriga qo'yamiz. Hop, x taqsim 25 taqsim 2 kosinus alfaga teng. Demak, kosinus alfa 7 taqsim 25 ga teng. Bundan x teng 7 taqsim 2. 3,5 bejavob. Keyingi misol, hop, bo'yalgan sohaning yuzini so'rayapti. Topolamiz 5 4. Hop, davom ettirsam bu ham 5. Demak, birinchi yuzay S1, S2, S3. Hop, S1 plus S2 plus S3 topamiz. Hop, S1'imiz 1 kare 13 plus S2'miz 3 kare 9 plus 2 kare 5. 27 40 52. Bejavob. Keyingi misol, hop, 45 bo'lsa 90 gradus bo'lsa bu ham 45. 2 ildizda 2 yu 2 ildizda 2 4 ildizda 2 ga bo'lyapman. Bu ham 2 ildizda 2. Hop, 45 bo'lsa 4 ildizda 2 qo'shganimda demak 4dan bo'ladi. Chunki 90 gradus bu ham 45. Hop, 4 bo'lsa x kvadrat teng 4 kvadrat plus 3 kvadrat. X teng 5 ekan. Yejavob. Keyingi misol, hop, so'rayapti BCD 12. Gipotenuzani to'plaman BDni 12 16 bo'lsa 20 ga teng. Endi teng 2 ga bo'lgani uchun 10 bo'ladi. Endi xuddi shunaqa bu tomoni ham 10 ga teng. 10. Endi shu yerda hop B KF ga teng ekan 10 tengyorli bo'lgani uchun hop balandlik bo'lsa bu medianaga teng bo'ladi. Medianaga teng bo'ladi-da. Hop, shu yerdan nimani topsam bo'ladi? 12 bo'lsa demak asosi bu yer 2 bo'ladi. Endi tengyorli uchburchakda balandlik tushsa ham balandlik bo'lsa demak bu bisektrisa ham bo'ladi. Alfa alfa. Endi demak bu yer 12x, bunisi 10x ekan. 10a 12a deylik. Hop, shunda 12a plus 10a teng 10 ga. 22a teng 10. A teng 5 taqsim 11. Endi bizga x so'ralgan, ya'ni 12a. 12 ko'paytirilgan 5 taqsim 11. 60 taqsim 11. Yejavob. Keyingi misol, hop. Demak, teng bo'lsa, agar bu yer A bo'lsa, bu yer ham A bo'lsa, demak bu YS balandlik bo'ladi va 5 ga teng bo'ladi. Biz ko'rdik H da teng bo'lishini. Endi 3 bo'lsa, S teng 3 kare 4 taqsim 2. 6. Sejavob. Keyingi misol, 6 8 10 bo'lsa, hop, x so'ralyapti. Birinchi navbatda yuzadan ketaramiz. Shu yerda to'g'ri chiziqlar o'tkazib olamiz. Hop, 10 2 ga 8 20 10. Endi S1 S2 S3 topamiz. Hop, avval S topsam to'g'ri to'rtburchak yuzi 20 ko'paytirilgan 10 ga 200 ga teng. Endi S1 plus S2 plus S3 topamiz. Hop, teng S1'imiz 12 kare 10 taqsim 2 plus S2'miz 8 kare 6 taqsim 2 plus S3'miz 4 kare 20 taqsim 2. 60 plus 24 plus 40. 124 ekan. Endi shu yer SX desam, SX teng S4 burchakdan ayrimiz 1 2 3 4. 1 2 3.
Hop, bu 200 minus 124. 76. Endi hop, buni yuzi x ko'paygan 10 teng 10 taqsim 2 teng 76. X teng 15,2. Tejo. Keyingi misol, hop. To'g'ri burchakli uchburchakka a ni topolaman. A ko'paytirilgan 9 teng 12 ni kvadrati a teng 16. Demak, bu 16 ga teng ekan. Endi shu yerga x desam, hop, biz x topish formulasini bilamiz. Ya'ni a kvadratga 9 16 ni kvadratiga 9 ni kvadratini qo'shsak, 12 kvadrati plus x kvadratga teng. 256 plus 81 teng 149 plus x kvadrat. Hop. O 100 keragidan bizga 100 shartmas ekan bu. Hop. 12 13 12 9 bo'lsa 15 bo'ladi. Demak 15 ga teng. Biz shu burchakni topsak, buning uchun alfa burchak pastdagi alfaga teng. Sinus alfani hisoblasam 12 taqsim 15. Endi s teng 15 ko'paytirilgan 16 taqsim 2 sinus alfa 12 taqsim 15. Qisqarsa, hop, 6 bo'lsa 16 kare 6 96. Tejo. Keyingi misol, hop, shu yerda a uchidan y b kesma atrofida qatlanib, ya'ni buklanib, dc tomonga a' nuqtaga kelindi. Hop. Demak, birinchi navbatda YA buklandida bu yerga keldi. Demak, bu ikkalasi teng. Endi AB buklanib turib, A nuqta mana ikkisi, demak, bu hipotenuza bunga teng. Burchagi ham teng bo'ladi. Endi hop, buklangandan keyin bu burchagimiz bunga teng, buklangan burchaklarimiz ham teng bo'ladi. Ya'ni alfa alfa. Chunki shu burchak ostida buklayapmiz. Endi AB 17 ga AB 17, BC 8. Hop, demak 17 bo'lsa, bu ham A', B' ham 17 ga teng. Buni isbotlaydi. Hop. Endi 17 8 bo'lsa, asosi 15, bunisi 2 ekan. Hop, yon tomon 8 ida. Endi A desam, bu 8 minus A ga teng. Hop. Endi yozaman. 8 minus A. 8 minus A ni kvadrati plus 2 ni kvadrati teng A kvadratga. Hop, 64 minus 16 da plus A kvadrat teng plus 4 teng A kvadratga. A kvadratdan qisqarsa 16 da A teng 68. A teng 17 taqsim 4 ekan. Hop, endi A chiqdi, 100 ni topsak bo'ladi. S teng A ko'paytirilgan 17 taqsim 2. 17 taqsim 4 ko'paytirilgan 17 taqsim 2. Demak, 289 taqsim 8. Sejo. E'tiboringiz uchun rahmat.